Eronning taqdiri O'zbekistonning qo'lida. Salkam 600 ming aholisi bor Cabo Verde Urugvayni guruhda qoldirib, keyingi bosqichga chiqdi. Jahon chempionati kutilmagan natijalarni taqdim etishda davom etmoqda. Ispaniyaga minimal hisobda mag'lub bo'lgan yulduzli Urugvay terma jamoasi guruhda qolib ketdi. Atigi 2 ochko to'plagan 2 karra jahon chempionlari turnirni tark etdi. Lekin ularning guruhdoshi Afrika vakili Cabo Verde sensatsion tarzda play-off yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Jamoa Saudiya Arabistoni bilan nursiz durang o'ynaganiga qaramay, 3 ochko ularni muddatidan avval keyingi bosqichga olib chiqdi. G guruhida esa Eron so'nggi daqiqalarda urilgan golning ofsayd tufayli bekor qilinishi sababli g'alabadan quruq qoldi. 3 ochko jamg'argan eronliklar hozircha 3-o'rinni egallab turibdi, lekin vaziyat juda xavfli. Agar Xorvatiya va Jazoir o'z o'yinida ochko olsa hamda Kongo O'zbekistonni mag'lub etsa, Eron uyga ketadi. Shu sababli hozir eronliklar O'zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilishga majbur. Chunki O'zbekistonning muvaffaqiyati ularni play-off bosqichiga olib chiqishi mumkin.